Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya Amerika yozuvchisi, ko'plab detektiv asarlar muallifi Jet Richi qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. Jo'ngina o'g'irlik. Qayerdandir itning hurgani elas-elas eshitildi. Biroz o'tib, atrofni samolyotning guvillagan tovushi tutdi. Dvigatellar ovozi kuchayib, samolyot uyning qoq ustidan uchib o'tdi. Adam Carlson soatini yalang shiftga osilgan chiroq yorug'iga tutdi. Tungi 2 dan 32 daqiqa o'tgandi. U osma kravatda o'tirgancha xonani ko'zdan kechirib chiqdi. 3,5 ga 4 metrlik derazasiz xona, devorlar pol va shift qalin betondan, emandan qilingan mustahkam eshik. Tovush o'tkazmaslik uchunmikan? Lekin har zamonda itning hurgani eshitilyapti-ku. U bu yerda qanchadan buyon o'tiribdi o'zi? Go'yo bir necha kun o'tib ketgandek. Aslida endi 8 soatcha bo'ldi. Hammasi kecha kechqurun boshlangandi. Bu yoq qanday bo'lar ekan? Adam mashinasini garajga qo'yib, tor yo'lakdan uyi tomon ketayotgandi. Qorong'ulik ichidan niqob taqqan 2 nusxa chiqib keldi. Ikkovining ham qo'lida to'pponcha. U cho'chib joyida to'xtab qoldi. Lekin nima uchundir qo'rqib ketmadi. Qo'llarini yuqori ko'tarib, "Pulni olinglar, lekin hamyonni qoldiringlar." Shu paytda agar hamyondagi haydovchilik guvohnomasi va boshqa hujjatlarni ham olib qo'ysa, ularni qaytadan to'g'rilash uchun bo'ladigan ovoragarchiliklar xayolidan o'tgandi. Ammo ularning dardi hamyon ham, pul ham emaskan. Baland bo'yli to'ladan kelgan erkak to'pponchasini o'qtalib, oldimga tush deganday ishora qildi. Yo'lakdan ortga qaytib, ko'cha tomonga yurishdi. Yo'l chetida to'q rangli sedan turardi. Ular avval uning ko'zini, so'ng qo'l oyoqni bog'lab, mashina o'rindiqlari orasiga yotqizishdi. U mashinaning yo'nalishini bilishga harchand urinmasin, uddasidan chiqolmadi. Ulov xuddi muttassil burilishlardan iborat yo'ldan ketib borayotganday edi. Bir soatcha yurib to'xtashdi. Adamning oyog'ini yechib, mashinadan tushirishdi. Uni qandaydir yo'laklardan ko'zi bog'liq holda olib o'tishdi. To'xtaganlarda shaqirlatib eshik qulfini ochayotganlarni eshitdi. Zinadan pastga, mana shu xonaga tushdi. Uning qo'llarini bo'shatib, ko'zidagi tasmani yechishganida o'zini faqat osma kravat, stol va kursi bo'lgan nimqorong'u xonada ko'rdi. Stol ustida bir varaq qog'oz va qalam bor edi. Jimlikni novcha erkakning xirillagan ovozi buzdi. "O'tir. Xotiningga xat yozasan. Bizga $200,000 kerak." 200,000? Shunaqa, janob. Seni bu yerga nega olib kelganimizni endi tushungandirsan? Xotinim onasi bilan o'tgan hafta Yevropaga ketgan. Niqobdagi ikkovi o'zaro ko'z urishtirib olishdi. Novchasi unga yana to'pponcha o'qtaldi. Bizga 200,000 kerak. Qayerdan topasan? Kimdan olasan? Bizga buning qizig'i yo'q. Pulni faqat Garold Bannister orqali olishim mumkin. U mening advokatim va maslahatchim. Qalamni ol. Nima deb yozishni o'zim aytib turaman. Hurmatli Garold, siz men uchun 200,000 yig'ib berishingiz kerak. $100 kupyuralarda bo'lsin. Pulni nima qilishingizni sizga telefon orqali ma'lum qilishadi. Politsiyaga xabar bermang. Agar ular xabar topishsa, meni hech qachon tirik ko'rmaysiz. Adam Carlson. Novcha xatni o'qib, ma'qul deganday boshini irg'ab qo'ydi. Shundan so'ng ikkovi ham xonadan chiqib ketishdi. Adamga eshikni qulflashayotgani eshitilib turdi. Adam yana kravatga cho'zilib, ko'zlarini yumdi. Balki ular avval pulni olib, keyin o'ldirishmoqchidir. O'ldirish niyati bo'lsa, nega niqobini yechishmayapti? Shu narsa Adamning xayolidan ketmay qoldi. Ular niqobini yechmay o'zlarini tanishni istashmas ekan, demak uning hayoti xavf ostida emas. Adam qulfning shirqlaganidan uyg'onib ketdi. Soatiga qaradi. 8 dan 25 daqiqa o'tibdi. Uning yuragi tez ura boshladi. Novcha kishi patnis ko'tarib kirdi. U niqobda edi. "Nonushta. Xonangga telefon qilib, kotibangga bir hafta ishda bo'lmasligingni aytasan. Sayohatga ketyapman deganing ma'qul." Uni eshikdan olib chiqishdi. "Kotibangning nomeri nechi?" Adam yod bo'lib ketgan raqamlarni aytdi. Raqamlarni terib, go'shakni unga berishdi. Kotiba telefonini oldi.
Mach. Men bir haftacha bo'lmayman. Ozroq dam olmoqchiman. Sayohatga ketyapman. Xo'p, ser. Zarurat bo'lib qolsa, siz bilan qanday bog'lanamiz? Zarurat bo'lmaydi. Hamma ishlarni belgilangan uchrashuvlardan keyinroqqa qoldiring. Novcha uning qo'lidan go'shakni oldi. Yana kimgadir telefon qilish kerakmasmi? Yaxshilab o'ylab ko'r. Seni foydangni ko'zlab aytyapman. Seni qidirib qolishlarini, bunga politsiya aralashishini istamasang kerak. Adam biroz o'ylab turib, Uy boshqaruvchimga ham aytib qo'yishim kerak. u raqamlarni aytib turdi. Novcha go'shakni unga tutqazdi. Miss Regan? Eshitaman, Mr. Carlson. Sizmisiz? Ha, menman. Qayerdasiz? Nonushtaga tushmaganingizga xavotirlanib, Jamesni sizni topib kelishga yuboruvdim. Topolmay keldi. Mashinangiz garajda turganiga kecha kechqurun kelgansiz deb o'yladik. Ha, uyda edim. Erta turib tanishimnikiga ketgandim. Miss Regan, men bir haftacha bo'lmayman. Ozgina dam olmoqchiman. Juda yaxshi. Kecha kechki pochta bilan xotiningizdan xat kelgan. Uni mehmonxonadagi stolga qo'ygan edim. Ko'zingizga tushmadimi? E'tibor bermagan ekanman. Uni nima qilay? Safarga ketguningizcha yetkazaylikmi? Shart emas. Qaytganimda olarman. Ehtimol dam olishga borayotgan joyingizga yuborarman. Shart emas. Qayoqqa borish haqida hali bir to'xtamga kelganim yo'q. Novcha uni yana xonaga qaytarib olib kirdi. Ko'zidagi bog'ichini yechdi. Kechki ovqatni uning sheriga olib kirdi. Bular eshik oldida galma-galdan qo'riqchilik qilayotganga o'xshaydi. Kunduzi novchasi, kechasi mana bu pastagi, o'yladi Adam. Bannisterdan xabar bormi? Niqobli kishi yo'q deganday boshini chayqab qo'ydi. U Adamning ovqatlanib bo'lishini kutib, betoqatlana boshladi. Uning o'ng qo'l barmoqlarini tortib qirsillatadigan odati bor ekan. Ertalab nonushtani novcha olib kirdi. Adam qahvadan xo'plar ekan, so'radi. Pulni oldinglarmi? Yo'q. Bannisterga chorshanbagacha muhlat berdik. Soatlar, kunlar juda sekin o'tayotgandi. Chorshanba kuni kechki payt novcha dag'dag'a bilan kirib keldi. Bannister deganing rezinaday cho'zyapti. Un bilan gaplashib, ertaga 12 gacha pulni tayyor qilishini, bo'lmasa kech bo'lishini aytasan. Tushundingmi? So'ng cho'ntagidan bog'ich olib, Adamning ko'zlarini bog'ladi. Ha, juda yaxshi tushunib turibman, dedi Adam peshonasining terini artib. Novcha unga go'shakni berdi. Garold, nega pulni tayyorlab qo'ymading? Adam, sizmisiz? Hammasi joyidami? Sizga hech nima qilishmadimi? Hozir yaxshiman. Lekin ular ishni cho'zayotganingdan norozi. Bilasiz, Adam, buncha naqd pulni topishning o'zi bo'lmaydi. Vaqt kerak buning uchun. Bundan tashqari, Altline Chemicals firmasining sizga tegishli aksiyalarining bugungi kursi 28,5 ni oshmayapti. Menimcha, dushanbadan kurs biroz oshadi. Ularni soting. Tezlashtiring. Nima desangiz shu, Adam. Bu ham yetmaganday, Shore Apartment firmasining sizga tegishli aksiya paketlariga Rogers atiga 75 ming berishini aytib turib oldi. Olaversin. Adam shunday deb go'shakni mahkam changalladi. Garold, pulni ertaga soat 12 ga yetkazishing shart. Bo'lmasa kech bo'ladi. Tushundim, Adam. Pulni albatta topaman. Menga ishonishingiz mumkin. Ertasi kuni Adam tushlikni kechroq olib kirgan novchadan so'radi. Bannister pul topibdimi? Unga qo'ng'iroq qildik. Topganini aytdi, lekin anig'ini kechqurun pulni olganimizdan keyin bilamiz. Hammasi ko'ngildagidek tugashini Xudodan so'rayver. Yarim kechasi eshik qulfining shaqir-shuquridan cho'chib uyg'ongan Adamning yuragi uvishdi. Xonaga niqob taqqanlarning ikkovi kirib kelishdi. Oradan ko'p o'tmay, Adam o'rindiqlar orasidan ko'zi, oyoq qo'li bog'riq holda yotar, mashina esa ilgarigiday uzoq va nuqul burilishlardan iborat yo'lda ketib borardi. Nihoyat mashina to'xtadi. Uni mashinadan sudrab tushirib, yo'l bo'yidagi ko'kalamzorga tashlab ketishdi. Adam uzoqlashayotgan mashina ovoziga quloq tutgancha qo'rquv ichida bir muddat qimirlamay yotdi. Keyin amallab qo'lini, so'ng ko'zidagi bog'ichni yechib oldi. Oyoqlarini ham banddan xalos qilib, atrofga ko'z tashladi. Oy yorug'ida uzoqdagi firma ko'rindi. Ko'mak so'rash uchun o'sha tomonga yurdi. Politsiya ko'rsatma olib bo'lib Adamga ruxsat berganida tungi 2lar edi. Tashqarida uni Garold Bannister kutib turgan ekan. Bannister juda ham horg'in ko'rindi. Politsiya juda jonimdan to'ydirdi. Xatni olgan zahotiyoq sizni o'g'irlashgani haqida ularga xabar berishim kerak ekan. Ular Bannisterning avtomobiliga o'tirishdi. Adam juda ham charchagan, lekin hamon hayajoni bosilmagani uchun uxlaydigan ahvolda emasdi. Jon deb biror nima ichgan bo'lardim. Bu mahalda hamma joy yopiq. Istasangiz uyimda mehmon qilishim mumkin. Ko'p o'tmay, ular Bannisterning mehmonxonasida o'tirishardi.
Men bilan telefonda gaplashganda shevasidan g'arblikka o'xshadi. Sherigi ham shunaqa gapirarmidi? Bilmadim. Unisining bir og'iz ham gapini eshitmadim. Shu payt qayerdandir itning hurgani eshitildi. So'ng atrofni yaqinlashayotgan samolyotning tovushi tutdi. Ovoz kuchayib borar, samolyot uyning ustidan uchib o'tayotgandi. Hushyor tortgan Adam beixtiyor soatiga qaradi. Ko'zlariga ishonmadi. U mana shu la'nati itning xurishini va samolyotning guvillashini o'tgan dushanbadan beri har kuni tunda ayni shu vaqtda eshitardi. Bu vaqtda Bannister shkafdagi shisha idishlar orasidan nimanidir qidirayotgandi. Qayerda qoldi, ha? Bu vermut. U shunday deb beixtiyor o'ng qo'lining barmoqlarini tortib qirsillatib qo'ydi. Ha, mana ekan. Bannister shisha idishini olib Adamga yuzlandi. Politsiya sizni o'g'irlagan nusxalarni tezda topishiga ishonaman. Adam Polga qarab qo'yar ekan, keyingi kunlari o'tgan yerto'ladagi xona hozir oyoqlari ostida ekanini tushundi. Shunaqaga o'xshaydi. Men ham negadir politsiyaga buning uddasidan chiqishiga juda ham ishonyapman. Detektiv audio Adolat milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi: Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Salohiddin Husniddinov, Dadajon Foziljonov, Ahmadjon Odilov, Madhiya Avazova, Sardor Isroilov, Xurshid Sultonov.